O'lsa nima bo'ladi? O'lsa qayga qo'yiladi? Bizlar hozir yer yuzida hal qilamiz qayerga borishimiz kerakligini. Men bugun tirikmanmi? Hayotimni osmon bilan, abadiyot bilan to'g'ri yo'lga qo'yib olishim kerak. Xudo bilan aloqani yer yuzida tiklashim kerak. Mana shu yer yuzida menda imkoniyat bor. O'lgandan keyin hech narsa qila olmayman men. O'lgandan keyin qayerda ko'milish ham bu muhim emas. Agar muhim bo'lganda edi, juda ham xudoparast insonlar samolyotda portlab o'lgani ham bo'lishi mumkin. U qabrga ham qo'yilmadi. Ular nima bo'ladi? Kemalarda oqib ketishi mumkin. Pojar bo'lib yonib ketishi mumkin. Bu muhim emas qanaqa o'lish. Eng asosiy shu o'lgancha bo'lgan hayotimiz muhim. Shuni paydo bo'laylik. Xudo bizga shuni aytayapti. Tiriklikda imkon bor. Keyin nima bo'ladi qiziq emas. U tana bu kiyim xuddi ko'ylakday. Buni yechaman, qolib ketdi. Lekin oxiratda Iso kelgandan keyin uni tiriltiradi. Ulug'vor tanada aylanamiz, qayta tirilish bo'ladi. Lekin bu qayerda ko'miladi, ko'milmasligi ham mumkin. Aytib bu hech kim kafolat bera olmaydi. Bu o'lsa, buni o'ligini qayerga ko'madi? Bundan ham muhim narsa bor yer yuzida. Men tufayli sizlarni haqorat qilganda baxtlisizlar, xursand bo'linglar. Yana aytaman, xursand bo'linglar. Nima uchun? Osmonda mukofot bor. Bugun men odamlar men haqimda nima deb o'ylaydi, bu muhim emas. Xudo men haqimda nima o'ylaydi, o'sha muhim. Bugun odamlarni yaxshi gapi ham menga muhim emas. Xudoni kalomi men uchun muhim. Xudo nima deyapti, shuni paydo bo'laylik.